to'g'risi qilgan ishim to'g'ri ish emas u, lekin ko'p narsada amerikaliklar bizni o'zbeklardan orqada ekan. Sababi mana shu biz turadigan apartment Amerikadagilar yaxshi biladi, bu yerlarga qo'yish mumkin emas. Bu yerda ham oxirgi liniya bo'lardi. Men keldimda parking topolmay, liniyadan tashqari hech kimga xalaqit bermasa bu yerga qo'ydim. Bu yoqqa bitta qo'yib ko'rdim, it qo'ymasdi. Ana u qo'yishni o'rgandi. Bitta amerikanskiy bu yoqqa ham qo'yishni o'rgandi. Kecha qor yoqqanida xullas joyimni tozaladimda, yana qaytib kelgunicha uchun mashina qo'yib qo'ymasin, rosa qiynalib qor tozaladim deb mana stolni qo'yib ketdim. Endi uni ham o'g'irlashdi mana. Barbekyu bir bolalarini mana bu stollar, o yerda shunaqa stollarni qo'yib joyini band qilishni o'rganishyapti. Buni ham men qilganimdan keyin qilishdi. Ko'p narsa o'rgataman shekilli bularga. Endi to'g'ri emas Amerikaning holatidayu, lekin mana u tozalangan qorni o'rniga kimdir qo'yib qo'ysa alam qiladi-da.